Tashrifi Trampnikidan tantanaliroq ruhda o'tsa kerak. Chunki ular eski ittifoqchi, raqobatchi emas. Putinning tashrifi ham 2 soat emas, 2 kun davom etar ekan. Konspirologlar uchun gap topildi. Avval Tramp Xitoyga bordi, endi Putin boryapti. Kattalar dunyoni bo'lib olishmoqda. Aytgancha, Tramp prezidentlikka qaytganda Floridadagi dachasida katta uchrashuvlar qilayotgandi. U yerni dunyo siyosatining markazi deb ham atagandi. Elon Musk ham u yerda yashab turardi axir. Chindan Mar-a-Lagoda katta masalalar hal bo'lardi. Tramp muhim uchrashuvlarni o'tkazdi. Endi esa jiddiy masalalar Floridada emas, Pekinda hal bo'layotgan ko'rinadi. Trampning Xitoyga tashrifi davomida Pekin Tayvan masalasini kun tartibiga qo'ydi. Hatto ochiqchasiga Washington orol mustaqilligini qo'llashi Xitoy va Amerika o'rtasida qurolli to'qnashuv keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qaysidir davlat Donald Tramp borgan vaqtda uni nimadandir urush bilan ogohlantirsa, Amerika prezidenti unga qanday javob bergan bo'lishini tasavvur qilavering. Lekin Tramp Xitoyning ochiq tahdidomuz ogohlantirishiga javob bermadi. Hatto amerikalik jurnalistlar Tramp Si Jinping yonida turganda Tayvan haqida so'rashganda u jim turdi. Amerikaga qaytgach, Tramp Fox News'ga intervyu berdi va Tayvan bo'yicha Washingtonning pozitsiyasi qanchalik o'zgarib ketgani yaqqol ko'zga tashlandi. Trampning nima deganini aynan keltiramiz. Vaziyatga to'g'ri baho beradigan bo'lsak, Xitoy juda katta va qudratli davlat. Tayvan esa juda kichik orol. O'zingiz o'ylab ko'ring. Xitoy ulardan 59 mil uzoqda, biz esa 9500 mil olisda. Bu jiddiy muammo. Men kimdir mustaqil bo'lishi uchun harakat qilmayman. Biz 9500 mil bosib jang qilishimiz kerakmi? Men buni istamayman. Iqtibos tugadi. Amerika Tayvanni qalin ittifoqchi deb bilar, hatto harbiy yordam berardi. Lekin endi Tramp menga baribir ularni himoya qilish haqida o'ylashni istamayman deyapti. Aytgancha